Salom hammaga. Bugun ko'rib chiqadigan mavzumiz sun'iy intellekt orqali o'sha mashhur millionlab prosmotr bo'layotgan videolarni yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga promptlarni yozib olishimiz uchun Cloud eng yaxshi variant hisoblanadi. Cloudni App Store, Play Market va Windows uchun ham yuklab olsanglar bo'ladi. Kirganimizdan keyin shunaqa qilib undan so'raymiz. Men YouTuberman va time-lapse qurilish janrida videolar yasayman. AI orqali sen menga oshxonani noldan ta'mirlash haqida prompt yozib bera olasanmi? Iloji bo'lsa bosqichma-bosqich deb. Hammani o'zining janri bor. Men именно time-lapse qurilish janrida videolar yasayman. Shuning uchun shunaqa deb yozib olganman. Va bizga Cloud bosqichma-bosqich promptlar yozib beradi. Biz har birini olib, nusxalab har birini Googledan aynan Grok sun'iy intellektini topib, har birini nusxalab tashab, har biriga rasm yasatib olamiz. Men tayyor yasab olganman, shuning uchun yasab o'tirmayman. Va bizga kerak bo'ladigan ikkinchi sun'iy intellektimiz Flow AI hisoblanadi. Google Flow shu saytga kiramiz. Ro'yxatdan o'tib olamiz. So'ng bizda ham shunaqa oyna chiqadi, sizlarda ham New Projectni bosamiz. Shu yerdan nastroykaga olamiz, ya'ni birinchi imageda turgan bo'ladi, videoga olamiz. Shorts yasamoqchi bo'lsanglar 9:16 razmerga qo'yib, bitta nusxadan bosib olamiz. So'ng boyaga yasab olgan rasmlarimizni bitta-bitta joylaymiz. Xo'sh. Joylaganimizdan keyin Add to Promptni bosamiz va yana Cloudga o'tib turib, o'sha birinchi bosqich promptini nusxalab, shu rasmning tagiga promptimizni joylaymiz. Joylaganimizdan keyin yasash tugmasini bosamiz. So'ng ozgina vaqt oladi. Ungacha biz boshqa rasmlarni ham yuklab turaveramiz, vaqtni yutqazmasligimiz uchun. Xo'sh. Har birini bosqichma-bosqich yuklab olishimiz kerak. Xo'sh. Yuklaganimizdan keyin bunga ham Add to Promptni bosib turib, xuddi shu holatda birinchi bosqichni nusxalab olganimizdan keyin bu o'sha ikkinchi bosqichning prompt hisoblanadi. Shu rasmga tagiga buni ham joylab olamiz. Mana birinchi videomiz tayyor. O'shaga mumkin. Ajoyib qilib yasab bergan. Bunaqa qilib qismlarga bo'lib yasab olamiz. Chunki bittada full videoni yasash imkoni yo'q bunda. Eng uzog'i adashmayotgan bo'lsam 10 sekund hisoblanadi. Shuning uchun qismlarga bo'lib yasab olganimiz yaxshiroq hisoblanadi. Xo'sh. Sen tayyor bo'layotganda biz uchinchi qismni ham yuklab olamiz, vaqtni yutqazmaslik uchun. Uchinchi jarayon. Xuddi shu belgini bosamiz va uchinchi bosqich promptini nusxalab
yozib olamiz yana. Va yana yaratish bosamiz. Bungacha mana ikkinchi videomiz ham tayyor. Xo'p. Nega aynan rasm yuklab, so'ng promptini ham tagiga yozib qolsiz deyishlar mumkin. Chunki agar hozir rasm yuklab qilmasangiz, sizni birinchi videongiz boshqacha, ikkinchi videongizni dizayni ham boshqacha bo'lib ketadi. Ya'ni video har xil bo'lib ketmasligini oldini olish sifatida rasmini ham yuklash kerak. Mana 3-bosqichi ham tayyor. Keep pushing. Move that scaffolding. Almost done with the plaster. Shuni ham yaxshi yasab berdi. Cho'zib o'tirmaslik maqsadida srazu oxirgi bosqichga videosini yasab olaman. Video cho'zilib ketmasligi maqsadida. Xo'p. Mana уже oxirgi bosqich bitgani ko'rinishini yasaymiz hozir. Add to prompt va final prompt qo'shib olamiz. Yana bitta narsa, bu AIda faqatgina adashmayotgan bo'lsam, kuniga 6 ta video yarata olasiz va limit cheklab qo'yadi sizni. Kuniga bitta video bunday olib qolganda yaratsanglar bo'ladi. Shu aynan Flow AI orqali videolar ham sifatli ko'rishlar mumkin. Shundan so'ng bularni hammasini, videolarni hammasini saqlanib qolamiz. Bitta-bittalab ketma-ketlikda saqlanib qolamiz. Xo'sh. So'ng bizaga hamma biladigan CapCut kerak bo'ladi. Chunki videolar 8 sekunddan bo'lib yasadik. Bularni qo'shib olib, o'zingizlar tahrirlashinglar uchun eng yaxshi variant bu CapCut. Mana shuni pulni ishlataman. Olamiz. Bitta qo'shib olamiz. Ketma-ketlikda. Xo'p. Qarabsizlarki, Keep pushing. Move that scaffolding. Almost done with the plaster. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham yaxshi chiqdi. Sizlar ham xuddi shunaqa uslubda yasab YouTube yurg'izmoqchi bo'lsanglar, YouTube'larga joylasanglar bo'ladi. Yaxshigina prosmotr bo'ladi. O'ylashimcha. Chunki o'zim ham kechagina YouTube kanal ochdim. Aynan shu time lapse janrida.
Har holda judayam natijalar yomon emas. Prosmotrlar ham 1000 dan oshiq. Holda boshlanishiga yomon emas. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.